O'zbekiston jahon chempionatida qaysi stadionlarda to'p suradi? Ko'rib chiqamiz. Guruhdagi birinchi o'yinimiz 18-iyun Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 da 87523 tomoshabinga mo'ljallangan Meksikada joylashgan Azteca stadionida bo'ladi. Ikkinchi turda jahon chempionligiga da'vogar Portugaliyaga qarshi o'yin o'tkazamiz. 23-iyun Toshkent vaqti bilan kechki soat 22:00 da 72220 tomoshabinga mo'ljallangan AQSh Houstonda joylashgan Energy stadionida bo'lib o'tadi o'yinimiz. Ushbu stadion tomi ochilib yopilar ekan va bu stadion asosan shoular, konsertlarga bir moslashgan stadion ekan. Biz ham Portugaliyaga qarshi ushbu stadionda shou ko'rsatamiz degan umiddamiz. Albatta Portugaliya va O'zbekiston o'yiniga taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. So'nggi 3-turni Kongoga qarshi o'tkazamiz. 28-iyun Toshkent vaqti bilan tongi soat 4:30 da 71000 tomoshabinga mo'ljallangan AQSh Atlantada joylashgan jahon chempionatidagi eng chiroyli stadion Mercedes-Benz stadionida o'tkazamiz va umid qilamanki, ushbu turda biz keyingi bosqich masalasini hal etamiz. Guruhdan chiqamizmi? Musobaqa kashfiyoti bo'lamizmi? Menimcha ha. O'zbekiston guruhdan chiqadimi? Izohlarda taxminlaringizni yozib qoldiring, sahifaga obuna bo'ling, yangi O'zbekiston haqida gaplashamiz.